I will introduce Uzbekistan. Lasers activated. Laser. Damn.
Telefonni chiroqlarini o'chiringlar, chiqish keladi. Telefonlarda silishkasini o'chiramiz. Telefon silishkalar o'chiringlar. Turn up the radio, blast your stereo right now. This joint is sizzling, it's sizzling right. You check this out right here. Bam bam, bam badam badam bam bam bam. That's right. Bam bam, bam badam 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 bam bam badam. Bam bam, bam badam badam bam bam bam. Don't let no girl mash up your ego. Girl forget walk on the whole world. Bam bam, bam badam badam bam bam bam. Bam bam, bam badam 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 bam bam badam. Bam bam, bam badam badam bam bam bam. And it all stop till everyone gone down. So don't be a waste man, no bam the shot. Bam bam, bam badam badam bam bam bam. That's right. Bam bam, bam badam 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 bam bam badam. Bam bam, bam badam badam bam bam bam. Bam bam, bam badam 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 bam bam badam. Miss me want to see everybody on move. Dance, you know, that man coming at you. We just want to big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce up. Yeah. A digital frontier. Let's go. Ho. Let's go. Rock. Rock. Say what? Rock. Let's go. Everybody dance now. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Don't stop. Move your body. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party.
Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. Shawty had them apple bottom jeans, boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shawty got low, 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 low. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Qo'qon ahli. Assalomu alaykum Qo'qon shahriga uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz yurtdoshlar. Barchangizni Fayzlik oshxonada ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Xush kelibsiz azizlar. Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер все те, кто собрались в самом уютном нашем прекрасном зале в честь прекрасного мероприятия презентации техногрупп, Nur Texnogrupp ko'chollari. Ya'ni bugungi dasturimizni haqiqiy homiylarga bitta olqishlar azizlar. Qadrli yurtdoshlar, albatta bugungi ajoyib unutilmas kechani tashkilotchilari o'zingizga ma'lum, menimcha ko'pchilik bilmasa ham kerak. Nur Texnogrupp ko'chollari ajoyib kompaniya bugun mana shunday bir go'zal taqdimot sabab siz uchun qiziqarli bir chiroyli konsert dasturini tayyorlaganlar, ular homiylik qilganlar. Ular uchun yana bitta qarsak so'ramoqchiman, sizlardan yana bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Xo'p, Nur Texnogrupp kompaniyasini issiqlik qozonlari haqida birozdan so'ng astoydil chiroyli tarzda ma'lumot beriladi. Biz hozir bugungi ajoyib konsert dasturini homiylari, rahbariyat to'g'risida bir og'iz so'z aytib qo'yaylik, maylimi? Chunki ehson berildi aziz yurtdoshlarimizga va mana shunday kayfiyatni ko'taruvchi ajoyib konsert dasturi tayyorlandi. Ana shu kimlar tayyorlagan, kimlar homiylik qilgan o'shalar to'g'risida bir og'iz so'z aytib o'tsak, maylimi Gavhar opa? Уважаемые гости, мы будем объявлять наших прекрасных сегодняшних именно наших волшебников, потому что в честь этого мероприятия для вас подготовили еще и прекрасные подарки. Albatta yana bir narsani aytib o'tamiz. Albatta siz uchun aziz yurtdoshlar birozdan so'ng siz kutgan san'atkor eng chiroyli san'atini taqdim etadi. Shu bilan birgalikda tashrif buyurib, go'zal san'atdan bahramand bo'lib, albatta bir ajoyib namoyish sifatida va sizlarga sovg'alar, smart televizorlari, 10 ta smart televizori xudo xolasa aziz yurtdoshlarimizga, omadli yurtdoshlarimizga taqdim etiladi konsert dasturi davomida. Hozir esa biz 5 ta televizorni o'z egasiga yetkazamiz. 5 tasini esa birozdan so'ng oxirida, konsert oxiri nihoyasida 5 tasini halol tarzda, haqqoniy tarzda taqdim etamiz. Xo'p, Demak, homiylar bilan tanishib olamiz, chunki bizga bu chiroyli dasturni aynan ular sa'y-harakatlar bilan hozirlab berishgan. Nurtej rahbari Akbarjon Avazovga bitta qarsak chalib qo'yasizlar azizlar. Konsert tashkilotchilari, bosh rahbari, kompaniyani asoschisi va bosh yo'l boshchisi hisoblanadi. O'zining mehnatsevarligi, g'oyaviy fikrlashi va rahbarlik salohiyati bilan Nurtej brendi nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarda ham
tanitib kelmoqda. Ularga minnatdorlik izhor qilamiz. Nurtech direktori Alisher aka barcha ichki jarayonlar, ishlab chiqarish tartibi va strategik boshqaruvda faol ishtirok etib, jamoani mustahkam tayanchiga aylangan fidoyi xodim rahbar hisoblanadi. Nurtech direktor o'rinbosari Shahzodbek akamiz innovatsion loyihalar, yangi texnologiyalar va ishlab chiqarishdagi samaradorlikni oshirish yo'lida faol mehnat qilib kelayotgan tajribali mutaxassislar. Agar ular davramizda bo'lsalar, o'rnlaridan turishlarini iltimos qilardik. Menimcha davramizda bo'lmasalar, o'zlari xohlamasalar ham kerak. Lekin ular uchun baribir bitta olqish so'rayman. Albatta, Nurtech yig'uv xodim rahbari Diyorbek ishlab chiqarish jarayoni sifatli, aniqlik va tezkor asosda amalga oshirilishini ta'minlab kelayotgan jonkuyar rahbar hisoblanishadi. Shuningdek, Nurtech oilasida 500 dan ortiq malakali xodimlar faoliyat yuritmoqda. Ular har bir qozon, har bir detal, har bir g'oya ortida o'z mehnatini, fidoyiligini va muhabbatini qo'ygan haqiqiy ustalar hisoblanishadi. Ular uchun yana bitta chiroyli olqishlaringiz azizlar. Xo'p. Kamina boshlovchi Valijon va hamkasbim, siz hammalaringiz juda ham yaxshi taniysizlar. Gavhar Ziyayeva uchun bitta qarshichalik qo'yasizlar iltimos. Rahmat. Demak, Gavhar Ziyayeva hozir bitta televizorni boshlanishda aziz omadli yurtdoshimizga taqdim etsak nima deysiz? Men juda ham xursand bo'lardim, lekin bitta aniqlik kiritib olsam maylimi? Bugun tadbirga rus tilida olib borish uchun taklif etilganman, lekin rus millatiga mansub hech kimni ko'rmayapman. Shu uchun o'zimni noqulay his qilyapman, Valixon. Agar ruxsat bersangiz maylimi, o'zbek tilida gapirsam. Agar yo'q, ruscha desanglar, men inglizcha ham gapiraveraman. Rus tilini tushunadiganlar ham bor, lekin haqiqatdan ham o'zimizni qoraqosh, qorako'z o'zbeklarimiz shu uchun iltimos qilamiz, o'zbekcha gapirsangiz, men ham iltimos qilgan bo'lar. Rahbariyatdan uzr so'raymiz, chunki ko'pchilik shuni xohlashyapti. Sizni ovozingiz sog'inishga yurtdoshlarim. Rostdan o'zimni noqulay his qildim. Agar rus millatiga mansub mehmonlarimiz bo'lganda boshqa gap edi, lekin menimcha shu qulayroq bo'ladi hammamizga. Valixon, meni taklifim bor, bilasiz, omadli xaridorlar orasida ham televizor o'ynalish kerak edi, lekin mana shu omadli xaridorlardan oldin bittagina zaldan omadli bugungi mehmonimizni topsak. Xo'p, qanday topamiz degan savol bor. Menda bir taklif bor hamma. Men deyishyapti. Yo'q. Gavhar opa, davramizda ozgina qiyinroq bo'ladi lekin Valixon. Biletlar? Yo'q, biletlar bas. Bitta narsani e'lon qilib qo'yaylik. Hozir aziz yurtdoshlar, konsert nihoyasida yana 5 ta televizor taqdim etiladi. Shuni bittasi Nurtech Group kompaniyasi, Nurtech kompaniyasi Instagram sahifasiga obuna bo'lgan yurtdoshlarimiz orasida bitta chiroyli istoriya qilib bugungi konsertni istoriyaga qo'yasizlar. Kimning istoriyasi ko'p kuzatilgan bo'lsa, konsert nihoyasida aniqlaymiz. Shu insonga bitta televizor shunchaki taqdim etiladi. Oson yo'lini o'rgataymi? Mana hozir olishinglar kerak istoriyani, chunki konsert oxirigacha ko'proq prosmotr olishga imkoniyat bo'ladi. Yana bitta yutuq tarafi, Gavhar Ziyayevani atmetga qo'ysalar, juda ko'p odam ko'radi va yutish imkoniyatingiz oshadi. Xo'p. Meni ham belgilab qo'yiladi demoqchi edim, xijolat bo'ldim. To'g'risini aytganda, bitta televizorni yurtdoshlarimizga taqdim etish fursati yetdi. Gavhar opa, hurmat, ehtirom bilan davramizdagi eng yoshi ulug' onalarni taklif qilsak, bittasini eng yoshi ulug' insonga bitta televizor. Qanday aniqlay olamiz? Hozir onalarimiz 50 yoshda 25 yosh ko'rinishyapti. Menimcha yoshi ulug' onalarimiz hech qachon yolg'on gapirishmaydi. Eng yoshi ulug' kim bo'lishi mumkin? Kim oshdi bo'ladi? Kim oshdi bo'ladi? Onam necha yoshlar? Aytib o'rasizlar, qattiqroq. Necha yoshlar? Necha yoshlar? Siz necha yoshsiz? Necha yoshsiz? Jim turamiz, qolganlar jim turamiz, iltimos. Bitta so'raymiz. Rostdan agar jim turmasanglar biz eshita olmaymiz. Bitta so'raymiz. Onam necha yoshlar? Aytib o'rasizlar. 75 yo 70 mi? Xo'p, 75 dan yuqori yoshdagi ona bormilar? Necha yoshsiz onajon? 76 yosh ekanlar onamiz. Xo'p. 76 yosh. 70 yoshdan 6 dan yuqori. Necha yoshlar? 80 yosh bor ekanlar, ha? Qanilar 80? 80 dan oshiq kim bor? Onajonimiz bor ekan. Bo'ldi, 80 yoshini ko'rdik. 80 dan oshiq kim bor? Kim bor? 80 dan oshiq kim bor? Necha yoshsiz? Ammo pasportni ko'rib olamiz keyin. Kallalarni qimlashni ko'rdingizmi? Hech ham 80 yoshdan oshiq o'xshamaydilar, onam. Unday qilib qo'yadilar. Ya 80 bassiz, siz 18 yoshsiz, xudo xolasa. 80 dan oshiq kim bor? Valixon, men 100 yoshman. 100 yosh. Sizga berdik. Yo, rostdan bormi? Mana 76 ga ishondik. 80 ga ham qani ishonaysam, juda ham yuzlarida bitta ham tirishlari yo'q. Juda ham yoshlar.
Oxirgi so'rov 81, 82, 83. Necha yoshli onam? 80 ekanlar. U yoqda ham 80lar. 80 dan oshiq bormi? Biz bir kishiga berishimiz kerak. 80 dan kim yoshi ulug'? 80 ga ikkita ekanlar. Hop, ikkita 80, lekin pasport ko'rib olamiz deganman, a? Pasport bormi yonlaringizda? Rasmi ham o'taveradi. Nechiga? 64 juda yoshda. Onam biz 80 haqida gaplashyapmiz. 64 ga ham beringlar deysiz. Onam 80 yosh. Onam necha yoshli? 80 yoshli. Qaysi oila? Fevral 80 yoshga to'lanlar, xudo xolasa. Hali to'lganingiz yo'q ekan, demak. Siz 80 ga to'ldilarmi onam? Qaysi oila? Qaysi oila? Ekanlar ham fevral ekanlar. Endi nima qilamiz? Nechinchi fevral ona? 3-fevral. Sizniki nechinchi fevral? Bo'ldi, bu onamga berar ekanmiz. Bu onam kattaroq ekanlar menimcha. Xo'p, lekin pasport ko'rib olamiz deganman. Pasport bormi? Pasport bormi? Menimcha qizlarimi, yoshlarimi bormi yonlarida? Farzandlaringizmi kimdir bormi yoningizda? Bizga rasmini ko'rsatsalar ham mayli. Rostdan ham yosh ko'rinasizlar-da aslida. Onamni tarafdorlari juda ko'p ekan. Navaralar bilan kelganmilar, ular padeshga qilyaptilar hammalari, ular uchun gapiryaptilar. Xo'p, bitta televizor 80 yoshli onaxon uchun taqdim etiladi. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, beryapmiz. Onam kelasiz, bizni yonimizga kelasiz, iltimos. Sekin asta kelasiz. Xijolat bo'lyaptilar menimcha. Yo, bittalari 3-fevraldagilari. Oylikka bo'lsa ham, kunlikka bo'lsa ham kattalar. Bitta qarsa chalib turamiz onamiz uchun. Onajonimizni o'tkazib borishga imkoni bormi? Yigitlardan yordam so'raymiz, maylimi yigitlar? Onajonga shu televizorni uzatib borasizlar. Onamni qiynamanglar, tepaga olib chiqib yigitlar olib tushib berishadi. Ona chiqmay qo'yaverasiz. Yigitlar televizorni joylariga olib borib berishga yordam berasizlar, iltimoslardan. Onamdan bitta so'z. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bugun konsert dasturi haqida so'ramoqchi edim, lekin endi boshlanyapti. Shu Nurtech kompaniyasiga bitta duo, yaxshi niyatlaringiz, shunchaki sizga yoshingiz ulug' bo'lganligi uchun bitta televizor hadya etdilar, marhamat. Rahmat hammalaringga, sog' salomat bo'linglar, omadlaringni bersin, umrlaring uzoq bo'lsin. Alloh hamisha oldiga bossin, ishlaring doim. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Ha? Ismingizni ayting. Muhabbatxon ona uchun bitta olqishlaringiz azizlar. Muhabbatxonaga bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Onajon rahmat, televizor muborak bo'lsin. Negadir xijolat bo'lyaptilar. O'tkazib yuborasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, 4 ta televizorni biz Nurtech kompaniyasini omadli xaridorlari o'rtasida o'ynaymiz. Chunki omadli xaridorlar aynan Nurtech kompaniyasidan kotel xarid qilganlar va ular bir necha kishini tashkil etadi. Faqatgina 4 ta omadli xaridorga bu televizorlardan bitta nasib etadi. Xo'p, konsert dasturini boshlashimiz kerak, shu sababdan imkon boricha. Siz xarid qilganmisiz Nurtech kompaniyasidan isitish qozonlarini? Demak, sizga yo'q. Valixon bitta narsada mana bizga aytishdi, yo'qlarga bermaymizmi desak, 12 tami, 13 tami xaridor kelgan, xolos qolganlar konsert deb kelganlar deyishdi. Shuning uchun biz telefon qilamiz, agar ular kelmagan bo'lsalar, ular bilan bog'lanib, xodimlar yetkazib qo'yadi degan xabarni yetkazamiz. O'zi bilmoqchiman, shu kimdir bormi xaridorlarning ichida bugun zalda? Nurtech kompaniyasidan isitish qozonlarini olgan xaridorlar bormi? Qo'l ko'tarib qo'yasizlar. Kim bor? Kim olgan? O'tiribdilar. Bor ekanlar. Bor ekanlar, faqat lekin rostdan ham kam ekanlar. Kam ekan. Shuning uchun mana raqamlari qoldirilgan, ular xarid qilgan paytida shuni o'zingiz tanlab berasiz. Telefon orqali bog'lanamiz. Bizga yordamga iltimos. Nurtech kompaniyasidan kimdir iltimos qilamiz, xodimlardan iltimos yordam berasizlar. Kelinglar yigitlar, birorta. Yo'q, qarab, bismillohda o'zingiz tortaverasiz. Va demak, Valixon kimni telefondan qilamiz? Xodimlarnikidan, menimcha. Kelinglar, xodimlarning telefonlaridan iltimos. Keling. Nurtech kompaniyasi xodimlaridan iltimos qilamiz. Kelasizlar, telefon orqali bog'lanamiz. Davramizda bo'lsalar, albatta taqdim qilamiz. Yo'q bo'lsalar, yetkazib qo'yasizlar. Televizorni yetkazib qo'yasizlar omadli yurtdoshlarimiz. Kim bor Nurtech kompaniyasidan xodimlar? Bizga telefonli yigit chiqsa bo'ldi.
Xo'p bo'ladi. Xo'p, qadrli yurtdoshlar, bu 4 tagina televizor, smart televizori Nurtech kompaniyasidan isitish qozonlarini olgan mijozlar uchun yana 5 ta bor sizlar uchun beriladi. Bu shunchaki taqdim etiladi. Xudo xolasa chiroyli o'yinlar orqali taqdim qilamiz. Konsertdan keyin. Konsertdan keyin. Telefoni bor. Nurtech kompaniyasini xodimlari iltimos qilamiz, faolroq bo'lasizlar, biz tomonga kelasizlar. Yigitlar uyalishyaptimi? Kimni telefoni bo'lsa ham kelaversinlar. Siz keling, Nurtechda ishlaysizmi? Keling. Nahotki Valixon, o'zingiz telefoningizdan qiling. men telefondan qilaman. Qiling. Televizorni menga berasizlar, men o'zim olib borib beraman. Bo'laveradi. Suyunchisini ham olaman deng. Albatta, 93. 93li 050 01 54. Xo'p, Bittamiz tutib turamiz, bittamiz gapirib turamiz. 050 ekan, menikiga rosa o'xshash ekan. Xo'p, birinchi televizor egasi. Menimcha yo'q aloqa. Beeline? Shuncha Beeline yaxshi ishlamaydi-da. Yana bitta urinish qilamiz. Lekin o'rtoqlar xafa bo'lish yo'q. Agar 3 ta urinishda tusha olmasak, unda boshqa. Iltimos yordamga kelasiz siz ham. Iltimos Nurtech kompaniyasidan yordamga taklif qilyapmiz. Telefon bilan kelasizlar. Aniqlangan mijozdagi g'oliblarga. Keling, Bahromjon, o'zingiz yordamingiz kerak bo'ladi. Valixon, mana shu nomerdan Bahromjon qilib ko'rsalar endi. Yigitlar yosh, ko'z tiyib qoladi deyapti. Shuncha qizni ko'rib. Xo'p. Qizlarga yoqmadi. 050 93lik 050 0154. 93lik 050 0154. Yana bir marta urinamiz. Yo'q bo'lsa boshqa aniqlaymiz, maylimi? Telefonni ko'targanga beraylik, maylimi yoki beraveramizmi? Rasmiylashtirib qo'yasizlar. Xo'p, telefon ochiq, to'g'rimi? Ochiq. Demak, boshqa tortamiz. Boshqa tortamiz. Adolatdan bo'ladi. Labay. Yana bitta taklif bor. Juda ko'pchilik Jaloliddin Ahmadaliyevni ko'ramiz deb kelgan. Menimcha telefon qilmaylikda, aniqlaylik, kameralar yozib olsin. Keyin egasiga berib turganimizni istoriya qilib sahifamizga qo'yamiz. Nima deysiz? Bo'ldi. Bizga farqi yo'q. Lekin baribir egasini aniqlab qo'yishimiz kerak-ku. Unda men ishonmayman bu o'yinda haqqoniyligiga. Men mana shunaqaman, to'g'rimi? Egasiga borish kerakmi? Oling, Valixon, davom etamiz. Bu sizga mana telefoni ochiq edi deb yozib qo'yasiz. Navbatdagi g'olibimizni aniqlab berasiz. Aralashtirib. Hozirgi raqam egasiga televizor beramizmi yo'qmi? Beramiz, demak, ochiq bo'lsa ham beramiz. Ochiq bo'lsa ham berar ekanmiz. Bo'ldi. Ikkinchi g'olibimiz xullas kalom. 99 325 47 44. Bu mijozga ham televizor albatta beriladi. Agar aloqaga chiqib qolsa suhbatini olamiz yoki bo'lmasam televizor rasmiylashtirib beriladi egalarining o'zlariga. Assalomu alaykum. Sizni Nur Texno Group kompaniyasidan bezovta qilyapmiz. Katalogmidingiz? Allo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ovoz yaxshi kelmayapti. Nur Texno gruppasidan katalogmidingiz? Shu mani boshqa tartib. Katalogmidingiz? Katal. Qayer Nurdanmi? Ha. Ha, sotganman. Televizor yutib oldingiz, bu qarsiylar sizga. Bo'ldi, qolganini xodimlar gaplashadi va sovg'ani o'z egasiga yetkazishadi. Bizda esa Xo'p, ikkinchi g'olibimiz. Uchinchi g'olibimiz hozir men o'zim ham tortib berardim. Xo'p, uchinchi televizor egasini aniqlaymiz. 99 393 92 92. O'zi mijozlarimizga aytilgani, bugun konsert bo'lishi, televizor yutib olishi mumkin bo'lganligi. Allo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nur Texno Groupdan katalogmidingiz? Aha. Demak, sizni tabriklaymiz, siz televizor egasiga aylandingiz. Bu qarsaklar sizga. G'olib bo'ldingiz, televizor sovg'aga boryapti, qabul qiling. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. 3 ta bo'ldi, endi 4-inchisi, oxirgi g'olibimizni aniqlaymiz. Demak, oxirgi xaridorlar orasidagi g'olib, lekin zaldan hali yana 5 ta televizorimiz konsertdan keyin o'ynaladi. 88 794 72 00 00.
Xo'p, demak, 4-televizor g'olibi Nur Texno Group kompaniyasidan isitish qozonlari olingan, kotyollar olingan. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nur Texno Groupdan kotyol olganmidingiz? Alo. Nur Texno Groupdan kotyol olganmidingiz? Nima bor? Kotyol olmaganmisiz? Nima olmaganmisiz? Kotyol. Ha, katem olganman. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Surxondaryo, Qulqo'rg'on xo'jalik mahalla. Surxondaryo, bu sizga alangali salomlar Qo'qondan va bu qarsaklar siz uchun, chunki siz televizor g'olibiga aylandingiz. Demak, televizor Surxondaryoga dastavka qilinadi, jo'natiladi. Xo'p, buni men olib ketardim. Xo'p, demak, qadrli yurtdoshlar, 4 ta televizor egasiga taqdim etiladi, yetkaziladi. Sizlarga yaxshi kayfiyat so'raymiz, sog'inamiz. Biz esa sahnaga yana bir bora Bahromjonni taklif etishimiz kerak. Ha, albatta. Sababi Nurtech kompaniyasini mana shu qozonlarini taqdimoti sizlarga ozgina tushuncha beriladi. Ana undan keyin konsert dasturimiz boshlanadi. Demak, bitta chiroyli qarsaklar bilan Bahromjon Isroilovni taklif qilamiz. Marhamat va monitorga e'tiboringizni qaratasizlar. Kotyol olmoqchiman, otamning o'g'li. Qayerdan? Qo'qondan. Gazda ham yonarkan, elektrda ham yonarkan, hatto ko'mirda ham yonarkan. Men qiziqqan joyim aynan shu'da. Arzimagan pulga butun chuqurni istamiz, Salih. Qo'qondan dastavkasi muammo bo'ladi, yamach. Muammo bo'lmaydi, Salih. Rostdanmi? Rostdan. Yo'l xarajatlarini yarmini kompaniya to'lab berar ekan, Salih. Kafolatichi? 36 oy. Shundan 12 oyda zapchaslari ham bepul ekan, respublika bo'ylab. To'g'risi, sendan xafa bo'ldim, rock-and-rollchi. Nimaga? Nimaga? Zo'r kotyol ekan, menga ham bitta qo'shib olsang bo'lmasmidi? Yaramas? Xo'p, qo'shib olaman, otamning o'g'li. Qo'shib olasan? Har juma $50 chegirmasi ham bor ekan. Zo'r-ku. Wi-Fi ham bor ekan. Amerikadan turib ham kotyolni boshqarishim mumkin. Xullas, arzimagan pulga katta uylarni isitsa bo'ladi. Xo'sh, senga ma'qulmi? Bundan zo'ri bo'lmaydi. Shu vaqtgacha nega buyurtma qilmading-a, yamach? Nur Texno Group kotyollari. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. E'tibor markazingizda 10 daqiqa davomida Nur Texno Group kotyollari hamda Bahrom Isroilov bo'lamiz. Bugungi homiymiz Nur Texno Group kotyollari. Qish kelishi bilan juda ham ko'pchilikda muammolariga yana bir muammo qo'shiladi. Ya'ni uyni qanday isitsam bo'ladi. Keling, uzoq emas, 1955-yilga qaytamiz. 70 yil avval uylar asosan o'tin yordamida isitib kelingan va mintaqani chekka hududlarida hattoki tappi yordamida ham isitilgani tarixiy manbalarda keltirib o'tilgan. 80-yillarga borib esa asosan rus, arman, grek millatiga mansub xonadonlarda golland pechkalari urfga kira boshladi. Buni yana bir afzalligi plus shaklida bo'lingan xonalarda birdaniga 4 ta xonani isitish imkonini berardi. Lekin o'ziga yarasha kamchiligi bor. O'tin uchun mo'ljallangan golland pechkalari aynan eshigi bor xonani to'zitishi va ta'mirlarni eskirishiga sabab bo'lardi. Gaz uchun mo'ljallangan ushbu pechlarimizda esa yuqori darajadagi bosim talab qilganligi sababli gazda ishlash biroz muammo bo'lgan. Ana endi 2000-yillarga borib esa Eron pechkalari xalqimizning eng sevimli pechlardan biriga aylandi. Chunki ajoyib dizayn, ixchamlik, noodatiy uslub hamda yaxshi istar edi. Buni tan olish kerak. Lekin buni ham yana bir kamchiligi yuqori bosimdagi gaz talab qilishida edi. Ana undan keyin esa 2010-yili istiqbollar keskin urfga kira boshladi va ushbu istiqbollarni ishlatish uchun
katyol kerak edi. Shunda O'zbekiston bozorlarida ikki xil turdagi katyol raqobatga kirisha boshladi. Elektr hamda gaz uchun mo'ljallangan katyollar. Va ushbu katyollar o'ziga yarasha moddiy qiyinchiliklarni olib kelib qo'yardi. Ana endi shu issiqlikni ushlab qolish, lekin narxni arzonlatish kerak edi. Shunda O'zbekiston bozorlarida Nur Texnogrup katyollari paydo bo'ldi. Ushbu katyollarimiz ko'mir yordamida ham isitish imkonini beradi. Ana endi zalda svetini yoqib turasizlar. Muxlislarga bir savolimiz bor edi. Uyga gazli katyolmi, elektr katyolmi qo'yganlar bormi? Qani, shu oq kepkali yigit keling. Bormiz? Hozir, Xudo kelsinchi. Keling, ha. Hozir gaz yoki elektr katyolni oylik xarajatlari bilan keling. Ayni Nur Texnogrupni oylik xarajatlarini farqini ko'rib chiqamiz. O'ylaymizki, sizga manzur kelishi aniq. Qani, bu yigitimiz uyalyaptilar shekilli, ha? Mayli, kim bor? Keling. Shu yigitimizni o'tkazib yuborasizlar endi. Bitta o'zlaridan eshitib ko'raylik. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Gazli katyolmi, elektrmi? Gazli. Gazli. Kunlik necha pul to'lov qilasiz gaz uchun? Har xil. Masalan, qancha? 60, 70, 80? 300, 400. Ha, 300-400 minggacha chiqadi. Hovli katta ekanda sizda. Dom, ha? Necha kvadrat? 100 bor. 100 kvadrat bor, joyizga o'tirib oling. 100 kvadratlik uy uchun maksimal 300 ming to'lagan paytlarim bo'ldi deyishdi. Ana endi Nur Texnogrup katyollari bular ko'mirda yonadi. Bitta zapravkasi 2 kunga yetadi. Ya'ni 50-65 kilogramm ko'mirni oladi. 50 kilogramm ko'mir o'rtacha 1000 so'mdan hisoblaganimizda ham 50 ming so'm bo'ladi va 50 ming so'mga siz 300 kvadrat metrlik uyingizni 2 kun isitish imkonini beradi. Bu deyarli tekin degani. Va zamonaviy boshqaruv paneli orqali siz ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos bo'lasiz. Undan tashqari mustahkam metal korpuslari bular yillar davomida chirimasdan, o'z xususiyatini yo'qotmasdan sizlarga mukammal holatda xizmat qilishini kafolatlaydi. Va undan tashqari mustahkam izolyatsiyalar bular ichidagi tutunlar, ortiqcha hidlarni tashqariga chiqmasligini kafolatlaydi. Nur Texnogrup katyollari yuqorida aytganimizdek 50-65 kilogramm ko'mirni 2 kunga yetkazadi. Bu degani o'rtacha 25 ming so'mdan 32 ming so'mgacha kuniga xarajat qiladi. Bu deyarli tekin hisobi. Va aytganimizdek boshqaruv paneli orqali siz nafaqat katyolni kompyuterdan boshqarishingiz, balki masofadan turib boshqarishingiz ham mumkin. Mana shunday yig'inlarda, tadbirlarda o'tirganingizda birgina smartfon yordamida bemalol uyingizdagi katyolingizni nazorat qilishingiz, uni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Bu esa zamon talablariga to'laqonlik javob beradi. Savdolarimiz butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi va yetkazib berishni 50% xarajatlarini Nur Texnogrup kompaniyasi qoplab beradi. Ya'ni siz Qoraqalpog'iston va yuqorida ko'rganingizdek Surxondaryodan turib ham bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Yetkazib berish xarajatlarini 50%ni kompaniya to'laqonlik qoplab beradi. Va servis xizmatlarimiz ham butun O'zbekiston bo'ylab 36 oy amal qiladi. Ya'ni 3 yillik kafolati bor. Shundan birinchi 12 oyda nafaqat usta haqqi servis xizmati, balki barcha turdagi ehtiyot qismlari ham sizga mutlaq bepul taqdim qilinadi. Menimcha bunaqangi taklif, bunaqangi imkoniyatlar hali hech qaysi raqobatchilarda mavjud emas. Va tezkor o'z ishini mutaxassisi bo'lgan ustalarimiz respublikani barcha nuqtalariga yetib borishadi va katyolingizdagi nosozliklarni tezda bartaraf qilib berishadi. Yonishi. Mana dahshat yonish. Yonishga gap yo'q. Oni gradusdan ko'tarilgan turganingizdek yonishlari juda ham zo'r. Yaxshi tuzuk.
Va bizni ommaviy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Jumladan Instagram, YouTube hamda Telegram sahifalarimizga obuna bo'lib, bizni ommaviy tarmoqlarda ham kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi vaqtingizni ko'p olmaymiz, qisqa qilib aytamiz. 2026-yil yangi model, yangi zafarlar bilan boshlaymiz. Nur Texno Groupdagi eng katta yangiliklar bular nafaqat tashqi dizayn, balki yangilangan boshqaruv paneli. Mutaxassislarimiz Krasnoyarsk o'lkasidan, ya'ni Rossiyaga borib, Dom avtomatika zavodi bilan shartnoma imzolashdi. Hozir texnik nosozlik tufayli video qo'yib berilmadi. Assalomu alaykum, hurmatli Nur kompaniyasining mijozlari. Mana biz rahbariyat bilan Krasnoyarsk shahriga keldik. Rossiya davlatini Zota kompaniyasi hamda Dom avtomatika bilan bu yerda shartnomalar tuzib 26-yilga xudo xolasa mijozlarimizni yanada xursand qilish uchun yangiliklar olib boramiz degan niyatdamiz. Mana aeroport Krasnoyarskka. Mana mijozlarimizni bir 5%gina taniyman. Men o'zimni ko'rsatib qo'yaman. Krasnoyarskka rahbariyat bilan keldim. Endi rahbariyat hozir mashinada o'zi uchrashuvda boshlab yuborsa bo'ladi. Hurmatli mijozlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar hammalari. Ana endi eng oxirgi ma'lumotlarni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Yangilangan Katyollarimizning nafaqat tashqi ko'rinishi, balki yangilangan boshqaruv panellari. Ushbu panelimiz ko'rib o'tganingizdek to'laqonlik karbon bilan jihozlangan. Bu esa zanglamaslik, chirimaslikni kafolatlaydi va agar karbon qimmatli qiladigan bo'lsa, alohida maxsus temir list yordamida ham tayyorlab berishadi. Va endi ikkinchi katyolimiz bu Dom avtomatika firmasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilyapti. Ushbu miyamiz bular juda ham ixcham va yana bitta afzalligi, endi siz 100 kvadrat metr uchun mo'ljallangan uyingizga bemalol 500 kvadratlik katyolni olib, aynan 100 kvadratga moslab turib ishlatish imkonini beradi. Va yana bitta plus tarafi, bular endi ustalar uyingizga borib o'tirishi ham shart emas. Shaxsan meni uyimga begona erkak kelib nimadir ko'rishini xohlamayman. Va ushbu katyolimiz ushbu Dom avtomatika firmasidan keltirilgan miya yordamida ustalarimiz onlayn masofadan turib ham bemalol katyolingizni ta'mirlab berishi va sozlab bera olish imkonini beradi. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham qulay. Ana undan keyin bu uchinchi, ya'ni eng oxirgi yangiligimiz. Bu miyasi yo'q quloqsiz katyol bo'lsa kerak deb o'ylamang. Ushbu katyolimizni miyasi bular tayyor UPS bilan jihozlangan. Ya'ni uyingizda elektr tarmog'i o'chib qolgan vaqtda ham 25-30 soatgacha elektr bilan ta'minlab beradi. Ya'ni svet o'chishi, o'chmasligini mutlaq sizni uyingiz issiqligiga ta'siri bo'lmaydi. Svet o'chgan taqdirda ham katyolingiz ishlashda davom etadi va uyingiz sovib qolmaydi. Nur Texno Group sizni mana shunday qishni sovuqlaridan arzon va ishonchli himoya qiladi. Bizga bildirilgan ishonch uchun, e'tibor uchun rahmat. Yaqin daqiqalar ichida e'tibor markazingizda Bahrom Isroilov hamda Nur Texno Group katyollari bo'ldi. Ana endi xushovoz xonanda Jaloliddin Ahmadaliyevni sahnaga taklif qilishdan avval 10 daqiqa vaqt berasizlar, ya'ni jonli ijroda sozandalar tayyorgarlik ko'rib olgunlaricha yana bitta televizorimizni g'olibini aniqlab olamiz. Ruxsatinglar bilan Gavhar Ziyayeva hamda Valixon Ortiqov. Bahromjonga bitta qarshi chalib qo'yinglar. Bahrom Isroilov ajoyib dublyaj aktyori, bloger, ajoyib inson. Rahmat. Bugun
aziz yurtdoshlarimizni kayfiyati ko'tarilishi uchun mana shu konsertni uyushtirish uchun bular ham harakat qilganlar. Bahromjon va Astoydil harakat qilganlar, yurtdoshlarimizdan so'rovnoma o'tkazganlar. Kimni taklif qilsak bo'ladi, kim yoqadi sizlarga deb, menimcha. Demak, bitta televizorni taqdim qilamiz, unga qadarlik sozandalar sozlarni sozlashyapti, keyin san'atkorimizga e'lon qilamiz. Nima deb o'ylaysiz? Navbatdagi televizorimizni kimga topshirsak adolatdan bo'ladi? E'loningizni aytib oling. 041 10X avtomobil egasi mashinangizni olib qo'yarkansiz, iltimos. Xo'p, davom etamiz. Bitta televizorni qanday qilib bermoqchi edingiz? Endi fikrlashdik. Keling, oldin bizni faqatgina Qo'qonliklar kuzatyaptimi, shuni bilib olaylik. Atrofdan ham mehmonlarimiz bormi? Boshqa shaharlardan. Kim boshqa O'zbekistonimizning qayerdan, qayerdan kelgansiz? Xorazm. Xorazm. Xiva, rostdan. Ammo ko'rib olaman. Keling. Bo'ldi, boshqa so'ramaymiz, sababi eng uzog'i o'zi Xiva. Men propiskangizni ko'rib olaman hozir. MyGo'dan ko'rinadi. Bormi Pasportlari ham bor ekan. Qarang, bugungi konsert uchun keldingizmi yoki shatdami deysiz? Hozir yaqindan suhbat qilamiz. Yaqinroq keling. Xivadan, ha? Undan ham uzoqi bormi? Qoraqalpog'istondan kelganlar yo'qmi mabodo? Qoraqalpog'istondan bor. Qoraqalpoqdan ham bormi? Yo, bo'ldi, Xiva o'tiramiz. Qoraqalpoq chaqiramiz. Xiva отпадает. Qoraqalpog'istonlik mehmonimizni taklif etamiz. Marhamat. Siz qayerdan? Qayer? O'shdan? O'shdan. Yo'q, Qoraqalpoq uzoqda. O'shdan ham uzoqda, lekin Qoraqalpoq. O'sh boshqa respublika. Boshqa respublika, lekin Qirg'iziston. Boshqa respublika, Valixon. Yo, mayli, O'sh boshqa respublika, lekin Qoraqalpog'iston avtonom respublika, ular ham vobshe uzoq. Ular ham boshqa. Juda uzoq. Yo, boshqa emas. Qadrdon Qoraqalpog'istonlik aziz yurtdoshimizni sahnaga taklif qildik. Qani endi yana bitta bo'lganda O'shlik mehmonimizga ham beradi, lekin bularni taklif qilib bo'ldik. Assalomu alaykum, o'zbekchani yaxshi bilamiz. Oddiy tushunamiz, sizni tilingizni ham tushunishga harakat qilamiz, marhamat. Qayerdansiz, kimsiz, nimasiz, aytaverasiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani. 4 shahar. Qoyil bitta qarsak chalamiz. Muqaddas. Qo'qonga xush kelibsiz. Nima uchun keldingiz Qo'qonga? Qo'qon davlat universitetida 5-kurs talabasiman. Qarsaklarni chalamiz. Xivali apamiz ham universitetda talaba menimcha. Ular ham talaba, ketmay turing, yaqinroq keling. Lekin onamiz adashmasam aynan konsert uchun kelganlar. Shunaqamidi? Qani? Shu onamiz aynan konsert uchun kelganmilar? Aynan konsert uchun yo'l bosib kelgan bo'lsangiz, sizga ham bitta televizor, men rahbariyatdan uzr so'rayman. Yana bitta televizor beramiz. Sizni ham quruq qaytarmaymiz. Qoraqalpog'istonlik aziz yurtdoshimiz, sizga rahmat. Marhamat, sahnaga taklif etamiz. Va O'shdan aytdingiz-ku, boshqa davlat. Sizga bitta televizor beramiz hozir. Maylimi? Mehmonlar qarsaklarni chalib turamiz. Yo, qarab, bu siz berasizmi opa? Qarsak chalib qo'yasizlar, Qoraqalpog'istonlik aziz yurtdoshimiz. Rahmat, sog' bo'ling. Televizor egasi bo'ldilar. Nurtech Group kompaniyasi tomonidan sizga mana shunday hadiyalar, shunchaki hadiya, umringiz ziyoda bo'lsin. Ishlaringizga omad, sizlarga ham. Rahmat, salomat bo'ling. Biz esa O'shdan kelgan mehmonimizni kutmoqdamiz. Onajonimizni o'tkazib yuboringlar, iltimos. Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan kelgan yurtdoshimizga bitta qarsak chalib qo'yinglar, iltimoslardan. Assalomu alaykum. Shu tadbir uchun keldingizmi, ona? O'g'lim bilan keldim. O'g'lingiz bilan keldingiz. Qayerdan eshitdingiz tadbir haqida? Ha, Instagramda. Instagramda ko'ribdilar. Qoyil qolmaslikning ilojisi yo'q, onajon. Salomat bo'ling, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Endi azizlar, O'shga to'yga borganimda rosa yaxshi kutib olishgan edi-da. Men shunaqa qarsak xohlagan edim, lekin o'xshamayapti. Bu bizning Qo'qonimizni iliq salomi sizga. Shunaqa chiroyli qarsak sovg'ani taqdim etamizmi? Albatta, ismlarini so'radingiz, onammi? Tanishamiz, mana pasportlari bilan kelganlar siz yoningizga. Xo'p, onamning ismlari Saodatxon onajon, necha yoshsiz ona? 66 ga kirdingiz. Demak, konsert uchun Jaloliddin Ahmadaliyevning konserti deb keldingiz. O'g'lingiz bor edi deb olib keldilar.
Nurtech kompaniyasidan ham issiqlik qozonlarini sotib olishlaringizni, yurtdoshlarga albatta tavsiya qilishlaringizni biz so'raymiz. Uylarda bor ekan, sotib olgan Bormi? ekanlar. olganmiz. Xuddi shunday olgansizlar. Endi qatdan olgan bilmayman, o'g'lim olgan. Yo'q, shunaqa katyol. Ko'mir yoqamiz. Ko'mir yoqi yo'q, shunaqa qozonlari bor ekan. Kunga yetadi so'gan ko'mir. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Salom. Demak, munosib odamga berilyapti. Albatta, Saodat xonajonga yana bitta qarsak chalib qo'yasizlar aziz yurtdoshlar, iltimos. Sog' bo'ling, siz uchun juda ham xursandman. Onajon, dokument qo'lingizga oling. Men nima demoqchiman, qaranglar, Instagramda ham goh-gohida foydasi bo'ladi-da. O'shuning uchun hadeb ham ziyon do'rmanglar, o'tirib ham turish kerak. Faqat negativ yozmanglar, faqat yaxshi gaplar yozib o'tiringlar, Xudo beraveradi. Ikkinchisi, doim pasport yoningizda yurgani ham foydasi bor ekan. Shunaqada dokumentni hech yo'q rasmini yoningizda olib yuringlar. Biz esa onajonimizga smart televizordan taqdim etamiz. Sizni olqishlaringiz sadosi ostida. O'g'illari qabul qilib olishadi, marhamat. Mana o'g'lingiz keldilar. Muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Onajoningiz ehtiyot qiling. O'g'illariga ham rahmat. Hamisha sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Nur Texnogroupni duo qilyaptilar. Salomat bo'ling. Onajon, o'shga bizdan alangali salomimizni yetkazib qo'yasiz. Rahmat, xush kelibsizlar. Farzandingizga ham rahmat. Mana shunday onajonni yetalab, mana yeteklab ko'ngillariga qarab konsertga olib keldilar. Salomat bo'lishsin. Xo'p, qadrli yurtdoshlar, demak siz kutgan daqiqalar tobora yaqinlashyapti. Hamma intiqlik bilan kutayotgan daqiqalar, ya'ni ajoyib ijodkorimiz san'at sahnaga taklif qilamiz. Menimcha tayyor bo'lgan bo'lsalar, albatta e'lon qilish fursati yetdi. Biz tayyormiz ishorasi bo'ldi menimcha sozandalar tarafidan va biz davomli va guldiroz olqishlar sadosi ostida sahnamizga dardli qo'shiqlar kuychisi Jaloliddin Ahmadaliyevni taklif etamiz. Baharlardek tashriflari xush, yoqishlardek qorlari kumush, sag'inchlaring eng og'ir yumush. Kela qolsang bo'lmasmikin? Oshkor aytmoq sidirar orim, evaziga beraymi borim. Hammadan chiroyli yorim, kela qolsang bo'lmasmikin? Kela qolsang bo'lmasmikin? Kel, 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 gulum, sog'inganman. Kel, 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 gulum, sog'inganman. Sog'inganman, sog'inganman. Aytne yurtlar, to'lasan ulpon, elchi bo'lib borsinmi osmon. Axir yomon, sog'indim yomon. Kela qolsang bo'lmasmikin? Bir alaming qolganmidi ya, atay meni qiynaysan go'yo. Ko'zlarimga tor bo'ldi dunyo. Kela qolsang bo'lmasmikin? Kela qolsang bo'lmasmikin? Kel, 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 gulum, sog'inganman. Kel, 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 gulum, sog'inganman. Sog'inganman, ey sog'inganman.
namat ilsinmi şamo intiqligim inobatga ol o'tinchlarim bilmayin malol kela qolsang bo'lmasmikin sabrim so'ngin o'tirmakdi hijron ketdi canımdan o'tib ay bersinmi yo'ling yoritib kela qolsang bo'lmasmikin kela qolsang bo'lmasmikin kel 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 gülüm sog'inganman kel 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 gülüm sog'inganman 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 assalomu alaykum assalomu alaykum azizlar salomatmisizlar tinchmisizlar tanjoling sog'mi charchamay kelibdilarmi omonmisizlar bugun nur kat yo'llar prezidentizm ish qilib taqdimot bo'lyapti shunaqa xullas bizni konsertimiz bas biz bir ro'yga kelgan odammiz o'zi taklif qilinib mehmon san'atkormiz o'zi aslida bu yerda konsert deb e'lon qilishgan ekanda lekin shunaqa bo'lsa ham konsert deb o'tkazib beraman xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelgancha keyin o'zi ko'chada bo'lishi kerak edi bu narsa bu yomg'ir yog'ishligi sababli shunaqa ichkariga olinibdi sig'may qolganlar bo'lsa boshqa bo'lsa endi bahonada yaxshilab to'lib oldi mana shu salomat bo'linglar sizlar yaxshi kayfiyat tilaymiz qo'ldan kelgancha keyin qaysi qo'shiqda aytaylik bo'ldi Kuydirdinge kuydirge, suydirdinge suydirge Leylidir senler varsa kuydirdinge kuydirge Kuydirdinge kuydirge, suydirdinge suydirge Leylidir senler varsa kuydirdinge kuydirge Neler peymanımı toldurdun Yeter elimde ketmeler Küydürdüğe küydürge Gözden ferahatin gitmey Henüz melahatin gitmey Dilden ferahatin gitmey Küydürdüğe küydürge Düşmünge tezker varsa Ya Mecnun singer varsa Leyli'de senler varsa Küydürdüğe küydürge Küydürdüğe küydürge Süydürdüğe süydürge Leyli'de senler varsa Küydürdüğe küydürge Küydürdüğe küydürge Süydürdüğe süydürge Leyli'de senler varsa Küydürdüğe küydürge Küydürdüğe küydürge Göklerge saçılıp kükünüm Gözümden çıktı tütünüm Halı halvamı bükünüm Küydürdüğe küydürge Düşmünge tezker varsa Ya Mecnun singer varsa Leyli'de senler varsa Küydürdüğe küydürge Küydürdüğe küydürge Süydürdüğe süydürge Leyli'de senler varsa Küydürdüğe küydürge Küydürdüğe küydürge Süydürdüğe süydürge Leyli'de senler varsa Küydürdüğe küydürge
qolamanmi men senga yosh bolamanmi kuydirding-a kuydirga kuydirding-a kuydirga suydirding-a suydirga laylidirsan nari borsa kuydirding-a kuydirga kuydirding-a kuydirga suydirding-a suydirga laylidirsan nari borsa kuydirding-a kuydirga Dünyalarning naqshisiz siz hammadan yaxshisiz sevgim qabul bo'lmadi yaxshi qoling yaxshi qiz men qilardim qiynalib suymaganga suykalib ketaman ishdan qolib yaxshi qoling yaxshi qiz manzilimiz cho'ldadir Uldadır ben çöldadır Şahzadengiz yoldadır Yakşı karı, yakşı kız Ey şahzadengiz yoldadır Yakşı karı, yakşı kız Aslanlarda ayıp olayım Külgülere sahip olayım Aslanlarda ayıp olayım Külgülere sahip olayım Bayga teging bayıp olayım Yakşı karı yakşı kız Bayga teging bayıp olayım Yakşı karı yakşı kız Sizga kulib baksın Tale baksın ayıp baksın Sizga kulib baksın Tale baksın ay baksın To'yingizda har yaxsin Yaxshi qoling yaxshi qiz To'yingizda har yaxsin Yaxshi qoling yaxshi qiz Manzilimiz cho'ldadir Uldadir ham cho'ldadir Shahzodangiz yo'ldadir Yaxshi qoling yaxshi qiz Shahzodangiz yo'ldadir Yaxshi qoling yaxshi qiz Saçların sümbül, gözlerin kara Yürekle tilin, kıldın kara Saçların sümbül, gözlerin kara Yürekle tilin, kıldın kara Nazların dilimden, nazların dilimden Nazların dilimden, ortar tabara Kara sen kara koy canıyla Kara sen kara koy canıyla Karışan ha parmik balım Yüzlerin ay Lablar balım Perişan halim hep parmak balım Yüzlerin ay lablar balım Yar bulun bana, yar bulun bana Yar bulun bana bir barhanim Sonra sen sonra boy canıyla Sonra sen sonra boy canıyla Kaşların keman, nigahların yok Kulübün ahuden ceyranlardan çok Kaşların keman, nigahların yok Kulübün ahuden ceyranlardan çok Sen gibi canan, sen gibi canan Sen gibi canan, tutanımda yok Yakırak gelip koy canıyla Yakırak gelip koy canıyla Kulünden işlesem kaçayım dey sana Görünmey kalsa bana dey sana Kulünden düşüresem kaçayım dey sana Görünmey kalsa bana dey sana Savundım kucağız, savundım kucağız Savundım kucağız, açayım dey sana Kadrımını bölüp koy canıyla Kadrımını bölüp koy canıyla
ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Eslab gohi tanam tuz qotsa, yurak yonib cho'g'idan qancha bo'ldi. Sog'inchimni sirtga tortib o'tlasam, tutuni qo'qondan toshgancha bo'ldi. Aloqatda sen o'tding laylidan, qanoatda majnunam mancha bo'ldi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Dilbar, 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 dilbar. Hayotda-ku yetolmadim vaslinga, hayolimda qo'ldan kelgancha bo'ldi. Hayotda-ku yetolmadim vaslinga, hayolimda qo'ldan kelgancha bo'ldi. İkimizni ara yo'lda qoldirgan taqdir degan o'shaltirancha bo'ldi. İkimizni ara yo'lda qoldirgan taqdir degan o'shaltirancha bo'ldi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Dilbar, 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 dilbar. Oy dünya hacri yürekke, yok emas kız atkan atkanca buldu. Sassız oy dünya hacri yürekke, yok emas kız atkan atkanca buldu. Ay bin anan seni çıraylı sen, Muhammed Yusuf etkenca buldu. Ay bin anan seni çıraylı sen, Muhammed Yusuf etkenca buldu. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Dilbar, 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 dilbar. Ha bo'pti. Yetolmayman imkonim yo'q, uzun yo'llar bo'ldi qisqa, muhabbatsiz o'lganim yo'q, janonim ha janonim. Sevdim desam kulgandinga, sezdirmayin kuygandinga, meni yomon suygandinga, sarsonim ha sarsonim, sarsonim ha sarsonim.
bo'lsaydi qaysar yurak yonmaydi bundan og'ir dard bo'lmaydi janonim janonim deydi dilim telba dilim takrorlaydi isming tilim ana ko'ksim tilim tilim hayronim hayronim yetolmayman imkonim yo'q uzun yillar bo'ldi qisqam muhabbatsiz bo'lganim yo'q janonim janonim sevdim desam kulgandinga sezdirmagan kuygandiga meni yomon suygandinga sarsonim 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 kim topdi mehring izlab kim topdi bizga bir eshik yopdi janonim janonim ozoringdan bo'lsaydim qolmasmidi armonim sevmasang ham sevsaydim janonim janonim gulga qiyos etmam sira sen qalbimni tilib ketgan gül dikanın menden sonra yamanım yamanım yüreğim getirdik bakar gülüm desem dikanı iki otta küyüp otar Celaliye 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 Misalingdi kumsay qaysar yurak onmaydi bundan og'ir dard bo'lmaydi janonim janonim har doimgidek pastga tushing. Sağındım misalingni sağındım jamolingni sağındım hayolingni hayolingni sağındım sağındım misalingni sağındım jamolingni sağındım hayolingni senga bo'lgan xumarim aldan suratingga qarab olindim bilsang yurak qilmoqda talab bugun seni juda sog'indim hasratimga dengizlar guvoh osmondagi yulduzlar guvoh sog'inishim bo'lsa-da gunoh bugun seni juda sog'indim sog'indim misolingni sog'indim jamolingni sog'indim hayolingni hayolingni sog'indim sog'indim misolingni sog'indim jamolingni sog'indim hayolingni hayolingni sog'indim Görsem idi gül yüzlerini Mayıs kılgen gözlerini Birge aytgan har sözlerini Bugün seni juda sog'indim Saçlaringni uçurar şamal Kelermide sürermen hayal Sözüm tingle ey sahil cemal
Bugün seni juda sağındım. Sağındım misalin, sağındım cemalin, sağındım hayalin, hayalini sağındım. Sağındım misalin, sağındım cemalin, sağındım hayalin, hayalini sağındım. Arasını hiç koymasan kan, asabımda çok oynasan kan. Hanım için hiç doymasan kan. Bugün seni juda sağındım. Uçarligi, irkaligine, cinniler çak tilbeligine, hatta oşa kaysarligine. Bugün seni juda sağındım. Sağındım misaline, sağındım cemaline, sağındım hayaline, hayaline sağındım. Toylar öttü biz zamanda hop devamlik. Toylar öttü sarpa keldi zar çopanlik. Hop yamanlik kıldım emin hop yamanlik. Haman menden savçukta kız kokallik. Aytalmayın sevgisimdel izharda, yaşırıp bak tuygulardan topkanını. Kim körüptü takdirinin bu anharida, akıp ketken suvlar artga qaytkanını. Umidlanıp arzuların quchog'ida, yanar hanuz sarablarning o'chog'ida. Biz tomonda to'ylar o'tdi hop davomli. Hamon mendan sovchikda qiz qo'qonlik. To'ylar o'tdi biz tomonda hop davomli. To'ylar o'tdi sarpa keldi zar cho'ponlik. Hop yamanlik kıldım emin hop yamanlik. Hamon mendan sovchikda qiz qo'qonlik. Sodda edi so'zlarimga ishonganda, ko'nglida men borman deya quvongandi. Men-ku sevgi ko'yida hech yonmagandim. U yonganda sevgi deya u yongandi. Endi uning orzulari ro'yobi kech. Ayting barcha haqiqatni kutmasin hech. Ishontirib qo'yganmidim gumonlik. Hamon mendan sovchikda qiz qo'qonlik. To'ylar o'tdi biz tomonda hop davomlik. To'ylar o'tdi sarpa keldi zar cho'ponlik. Hop yamanlik qildim men hop yamanlik. Hamon mendan
sovuch kutar qiz qo'qonlik. İstemedim köylüde köp kalışımı. Bu aytmagan men aytganman nolishimni. Sovchilarni qaytararmish umid bilan. Qutqarmish hamon meni, hamon meni. Taqdir ekan ikkimizni attı ayrar. Bu yakındır ya intiha ya ki inha. Biz zamonga kelib keldi xush sabollik. Hamon mendan sovuch kutar qiz qo'qonlik. To'ylar o'tdi biz tomonda xo'p davomlik. To'ylar o'tdi sarpa keldi zar cho'ponlik. Xo'p yomonlik qildim men, xo'p yomonlik. Hamon mendan sovuch kutar qiz qo'qonlik. Senga doim tilayman sog'lik, omonlik. Peshonangga bitilsin yor qo'qonlik. Voy. Qoni bilan bering. Odamlar kuldilar telba deb. Sen aytding to'yimga kelmadi. Yurakni unutay nima deb. Alamdan ah kuyguncha to'yingda o'ynayin to'yguncha. Odamlar kuldilar telba deb. Sen aytding to'yimga kelmadi. Yurakni ovutay nima deb. Alamdan ah urib kuyguncha to'yingda o'ynayin to'yguncha. O'ynayman vujudim qaradi. Osmonlar yilabdi qatti diye. Halimga kim nima desa der. Alamdan zar urib kuyguncha to'yingda o'ynayin to'yguncha. To'yingda 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 to'yguncha o'ynayin to'yingda. To'yingda 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 to'yguncha o'ynayin to'yingda. To'yguncha o'ynayin to'yingda. Salar davradan çıkmazsan, ne yaşlı ne yaman okumazsan. Hicranga asla kız çökmezsen. Alamdan ah urun kuyguncha to'yingda o'ynayın to'yguncha. Aşklarda kıysın bendirman. Ey dilim kuyganing bildirma. Rakibler çalsınlar çıldırma. Alamdan aklıp kuyguncha to'yingda o'ynayin to'yguncha. To'yingda 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 to'yguncha
to'yingda 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 to'yguncha o'ynayin to'yingda to'yguncha o'ynayin to'yingda ko'tardim bedava bedava o'zgaga ko'rmasman hech ravo yig'lasang sen yig'la bevafo alamdan oq burun kuyguncha to'yingda o'ynayin to'yguncha qalb yig'lar men esa kularman qozonday qaynabon bo'larman o'lsam ham jilmayib o'larman alamdan oq burun kuyguncha to'yingda o'ynayin to'yguncha to'yingda 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 to'yguncha o'ynayin to'yingda 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 to'yguncha o'ynayin to'yingda to'yguncha o'ynayin to'yingda odamlar kuldilar telbadi sen aytding to'yimga kelmadi yurakni avutay nimadi alamdan og'irib kuyguncha to'yingda o'ynayin to'yguncha salomat bo'linglar omon bo'linglar o'zi 4 ashula aytishimiz kerak edi qo'ldan kelgancha bo'ldi xudo xolasa yana bu yerda yana shoular bor ekan kechga olib ketarkan ha bular hali chololmaydi-da bunga bor hali aziz mehmonlar bitta qarsanglar so'rasam maylimi salomat bo'linglar Xurshid aka Matazimov boshqa aytib beraman to'ylarda sog' bo'linglar Alijon aka Said Usmon men siz fanatisman Ali Xurshid usullarda rahmat va Gavhar Ziyoyevaga bitta chiroyli olqishlaringiz aytsinlar. Tashakkur. Rostdan ham sozandalarimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Biz esa navbatda yana g'oliblarimiz televizor egalarini aniqlashimiz kerak. Tadbir boshida Valixon stories qo'yilgan va storiesni eng ko'p ko'rganlarni orasidan g'olibni aniqlaymiz deganmiz. Shartimizga ko'ra u odam bloger bo'lmasligi kerak. Ya'ni oddiy xalq ichidan Instagramda eng ko'p prosmotr olgan odamni biz bitta televizor bilan taqdirlaymiz. Albatta. Voy. Xo'sh, Uchta kimda? televizor egasini aniqlab olamiz. O'tirib turasizlar. Uchta televizor egasini aniqlab olamiz. Faqat Instagram uchun emas. Ketishorsin, kamroq odam qolsa ko'proq yutish imkoniyati ko'proq bo'ladi qolganlarga. Xo'p. Demak Instagram sahifasiga Nur Technoni belgilab istoriya qo'ygan yurtdoshlarimizga bitta televizor beriladi. Kimiki ko'p ko'rilgan bo'lsa. Nechta ko'rildi? Bizga olib chiqib turib ko'rsatasiz, biz ko'ramiz. Ana undan keyin, yo siz hozir nechta dedingiz? Aytib boringlar, nechta? Bitta. Sada nechta? 20 ta juda kam. Hop, yana 20 ta kimda oshiq? Nechta? 18 ta, to'xtab turasiz. 18 ta? 18 taga ancha bor. Hop, Sababi yana. undan ham ko'proq ko'rilganlar bo'lishi mumkin. Kimiki yana nechta? Nechta sizniki? Endi gapiring, nechta? Rashidxonaga so'rab oling, nechta? Yo, stories. Obunachilik so'ramayapmiz, stories. 52 ta. Soatini so'ra nechta ko'rildi? 52 ta. 52 tadan kimda ko'p? Kimiki ko'p 52 tadan? Shata turib turasiz. 52 tadan kimda ko'p? Nechta? 151 ta. Hop, 151 tadan kimda ko'p? Nechta? 400 ta? Hop, keling yaqinroq. Yo, bloger bular. Menimcha blog yurgizishadi. Uzr, men balki mumkin emas. Oddiy xalqqa, albatta Instagram bilan shug'ullanmaydigan oddiy xalqqa beramiz. Oddiy xalqqa beramiz. Bloger ekansiz siz. Masdan emas ekan, qanaqa blogersiz siz? Ha, 1000 ta ham odami yo'q, qanaqa bloger bax? 1000 ta ham odami yo'q bo'lsa, qanday istoriyada hozir nechta ko'rildi? 400 ta odam ko'rdi deyapsiz. Qani? Istoriyaning o'zi yo'q-ku. Yaxshimisiz?
Salomat bo'ling. 52 tadan ko'p kimda? 100 Bloger yasaverasa Valixon. nechta? 96 ta kam, 150 ta bor. 151 tadan oshiq bo'lish kerak. 151 tadan kimda oshiq? Nechta? 151 tadan kimda oshiq? 100 ta? Yo'q. 1 151 1 beramizmi? Bormi birorta? Nechta ko'rildi? 185 ta. Siz blogersiz. Bloger emasmisiz? Siznikimi? Yo, mobilograf boshqa, bloger boshqa. Ko'ring profilini. 186 ta O'shada ko'rilgan. to'g'ri aytyapsiz. Operator bloger degani emas, bu kasbi. Blogerlik kasb emas deyman men. Bu kasbi bor yigit. Bloger emas. 837 ta obunachisi bor ekan, Yaxshi, istoriyani ko'ramiz. lekin istoriya haqiqatan belgilaganmisiz? Obuna bo'lganmisiz Nurtechga? Qani belgilaganingiz yo'q, obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak, belgilagan bo'lishingiz kerak. Iltimos qilamiz, obuna hali ham imkoniyat bor. Obuna bo'lib belgilab qo'yasizlar. Belgilanmagan bo'lsa bermaymiz. 151 dan taklif etyapsiz hozircha. Agar ulardan oshiq bo'lsa harakat qilinglar. Yo'q, sizga mumkin emas. Bloger ekanlar. Sizga belgilanganmi? Bo'ldi, chiqing sahnaga. Obuna bo'lganmisiz? Xo'p, Siz obuna bo'lgansiz. Sizda nechta? Istoriya qo'ydingizmi, onam? Qani istoriya yo'q-ku. Qo'ymabsiz. Qaranglar o'rtoqlar, istoriya qo'yilgan va отметка qilingan bo'lish shart dedik, podpiskadan tashqari. Lekin nimagadir ko'pchilik tushunmagan ekan. Hozir, xo'p. Yo'q. Unaqada men ham yutib olardim. Obuna bo'lgan bo'lishlaring kerak, Nurtech Group kompaniyasiga obuna bo'lgan bo'lishlaring kerak va istoriya bo'lish kerak. Sizniki вообще hisob. Sizga umuman mumkin emas. Siz chorniy spiskada. Siz berishingiz kerak, hozir bitta televizor berishingiz kerak o'zi xalqqa siz. O'shada hammani aldab yig'ib olganingizga. 158 ta. Kimda? Ha, o'sha boladan ortig'ini topolmayapmiz. Chiqing bola. Shu opam o'zlari bersa bo'lar ekan. Shu opam berishlar, keling sahnaga chiqing, birga beramiz. Keling. Xo'p, demak 151 tadan oshiq hech kimda chiqmadi. Shundaymi? Yana bitta so'rab qo'yapman. Menda bor edi demanglar keyin. 151 taga berdik. Berdik. Qani bitta ko'raychi. Lekin bu bloger emas. Bloger emas. 5 battar ko'pa. Inson bular почти bloger-u. To'xtatmaydi-yu. Men o'shancha indaganim yo'q edim. O'zingiz nechta 151 tada hisoblayapsiz? Xo'p. Yo'q, blogerman deb o'zlarini da'vo qilib yozmabdilar. Yaxshi. Musiqiy chiroqlarni ustasi ekanlar. Musiqiy chiroqlar mutaxassis, ya'ni kasb egasilar. Obuna bo'lganmisiz, Rashidxon aka? Obuna bo'lgansiz. Ko'rsating. Biz ishonmaymiz. Bunaqa ishonmaydigan odatimiz bor. 151 taga beramiz va yana bitta televizorda beramiz. Yana kimda ko'p ko'rilgan bo'lsa. Zo'r. Kimda ko'p ko'rilgan? Obuna ham bo'lganlar, отметка ham qilganlar. Obuna ham bo'lishlaring kerak, отметка qilgan bo'lishlaring kerak. 150 bitta televizor Rashidxon akaga taqdim qilamiz. Bitta qarsak chalib qo'yamiz. Yana ikkita televizor bor bizda, yana ikkita televizor bor. Nurtech Group Instagram sahifasiga obuna bo'lib, tabriklaymiz. Bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Haqqoniy, haqiqatan bloger emaslar, lekin chiroyli tarzda istoriya qilib qo'yganlar va 180 nechta odamdir ko'rganlar. Demak, qadrli yurtdoshlar, yana bitta televizorni Instagram orqali aniqlaymiz. Kimda ko'p ko'rilgan bo'lsa, 181 tadan kam bo'lsa ham mayli. Boshqatdan kim oshda bo'ladi? Xo'p, kimda nechta? Qani kimda? 80 ta deb kim aytgan edi? 96 ta. Xo'p, hozircha sizda turamiz 96 tada. Kimida? Sizdami, o'rtog'ingizdami? Sizda. Keling, 96 tani ko'ramiz. Gavhar keling, apa, mana shu hozir yana bitta imkoniyat beraylik-da yurtdoshlarimizga. Hozir ham kech emas. Kech endi, Valixon. Hozir siz ertalabgacha o'tirmoqchimisiz? Yo'q, bitta televizorni shunday opalar uyga borib ovqat qilish kerak, to'g'rimi? O'tiradimi cho'zib? Mana shu televizorni ichi mana shu o'tirgan onalarga bergim kelyapti-da. Qaysi biriga berasiz? Biri qosh, biri ko'z, qarang, hamma qo'l ko'taryapti. Rahmingiz kelsin, urush bo'ladi keyin. Xo'p, qani ko'raychi. 96 ta, oching, belgilaganingizni ko'rsating. Qani отметка? Yo'q, men ko'rmayapman-ku. Belgilagan bo'lishingiz kerak. Yo'q, unaqa yashiriqcha o'tmaydi ukajonim. Xo'p, istoriya orqali belgilangan televizor sohibini birozdan so'ng beramiz. Hozir menimcha belgilamaganlar, yo belgilagan. Belgilabdilar boshqasiga, uni 84 ta ko'rilgan ekan. 84 tadan oshiq chiqmadi-ku, nima qilish kerak? Nechta sizda? Nechta sizda? Faqat tezroq aytasizlar, iltimos. Sizdachi? 81 ta. O, uni qizam nima deyapti? 85 ta. 85 deganlar. Nechta sizda rozовый hudidagi qiz?
107 ta chiqing yonimizga. 200 Yo, iltimos, yana bitta narsani bilinglar. Belgilagan bo'lishlaring kerak, obuna bo'lgan bo'lishlaring kerak albatta. Chiqsinlar, Valixon. 200 qanchalik qizni ko'ramiz hozir. Eng ko'p hozir 200 qanchaligi. Qani? Kelingchi. Yo'q, biz istoriya prosmotr haqida so'radik, go'zalim. Подписчиlar ichida bas. Xo'p. Hozir mehribonlik uyidan Ukamni hal qiling, nima qilsinlar, qarab turibdilar. Nechta obunachingiz? Ko'rilgan, nechta ko'rilgan? Obunachiga o'tib ketmang, Valixon. 86 ta ko'rilgan, belgilaganmisiz? Nurteshni guruh 86 ta belgilangan, 86 ta ko'rilgan. 86 dan oshig'i bormi? Yana 2 marta so'raymiz. Kimda bor 86 tadan oshig'i? Kesinlar, tezroq kesinlar. Qanilar? Sizlar biz boraylikmi yoninglarga? Nechta ko'rilgan? Obuna bo'lganmisiz? 107 ta, tezroq faqat. Belgilaganmisiz? Ekranda ko'rinadimi? Belgilaganlar, obuna bo'lganlar. 100 nechta? 107 ta ko'rib oling. 107 ta arziydigan menimcha, Valixon. Xo'p, taqdim qilamiz. Bitta chiroyli qarsak chalib qo'yamiz. 107 ta ko'rilganligi uchun. Va'daga vafo o'shancha harakat qilib qilinglar deb tadbir boshidan aytyapmiz aslida. Yo'q, belgilab qo'yilgan bo'lsa bo'ldi. Mana shu yigitga beraylik. 86 ta. Televizor sizga. Bitta chiroyli qarsak chalib qo'yasizlar shu yigitimizga. Xo'p, so'nggi televizorimizni g'olibi aniqlanadi. Qanaqa qilib aniqlab beraylik? Xo'p, so'nggi televizorimizni shunda mana shu yurtdoshlarimizni aniqlaylik, nimadir qilib aniqlaylik. Nimadir emas, mana. Почестному, pasporti bor odamlar, eshitinglar, rasmi bo'lsa ham o'tadi. Bugun kimning tug'ilgan kuni? Kimning tug'ilgan kuni bugun? Men pasport tekshirib olaman lekin. Pasportingiz yoningizdami? Yoningizdan pasport? Qo'lingizni ko'tarmay chiqib pasportingizni ko'rsating. Rostdan ham bugun agar tug'ilgan kun egasi bo'lsangiz beramiz. Tug'ilgan kuni bo'lib turganlar. Sizmi opam aytyapti? Pasport bormi? Pasport yo'qmi? Pasport bormi? Qayerdan ko'rib olaman tug'ilgan kuningizligini? Isbotlab bering, pasport rasmini bo'lsa ham ko'rsating, beramiz. Rostdan bugun tug'ilgan bo'lish kerak. Ertaga emas, kecha emas. Agar rostdan ham tug'ilgan kun egasi bo'lsalar, shu opamizga beramiz, Valixon. Yo'q, kimgadir telefonga aniqlamoqchilar. Yo'q, pasportim rasmini tashlayaptilar. Pasport kerak. Kimning pasporti bo'lsa, bugun tug'ilgan kuni bo'lsa beramiz, bo'lmasa boshqa o'yin o'tkazamiz. Xo'p, pasport qani? Hayajonlanmang, mazangiz qochib qolmasin. Onam rosa hayajonlanyaptilar. Qaranglar, eshitinglar. Qayerdan bu telefonda ovoz chiqadi? Bu rasm ham jo'natadigan telefon emas ekan o'zi. Tug'ilgan kunlari qachon edi? Alo. Bugun nechi chislo? 26-kun tug'ilgan ekansiz, ona. Men bor uzr. Yo'q, yolg'on o'tmaydi, onajon. Tug'ilgan kuni bo'lmaganlarga. Sizniki rostdan tug'ilgan kuningizmi? Nimaga turibsiz? Keling yonimizga. Pasportingiz bormi? Ko'rsating. Keling. Pasportingiz bormi? Yo'q ekan, pasporti yo'q ekan bu qizni. Valixon, problema emas hozir. Shunday rasmini yuborsalar ham bo'ladi bizga. Men ko'rsam bo'ldi. Bu qiz taniyman-ku, masalan, pasporti bitta odam bo'ladi-ku. Ko'rsatsinlar. Mana onamiz aldabdilar bizni. Bugun tug'ilgan kunim deb chiqdingiz-ku, ona. Men gaplashmayman yolg'on gapirgan odamlar bilan. Onam tengi bo'lsa ham hattoki gaplashmayman. Ona salomat bo'lasiz. Rahmat sizga ishtirok uchun. Prinsiplarimdan bittasi yolg'onchilikni rosa yomon ko'raman. Xo'p, singlim, sizni bugun tug'ilgan kuningiz, shunaqami? Pasport rasmi bormi? Ha? Nima qanaqa qilib? Ha, keling. Savolni men beraman-da, siz savol berib qo'ymang, xo'p? Otlari nima qizimizni? Ha? Mahkuma? Mama. Buvimga beraman dedi, aldamaslik kerak. Qachon tuqqansiz bu qizni? Men buvisi bo'laman. Ha, buvisimisiz? Qachon tug'ilganlar? Tug'ilgan. Ha? 2012-yil 13-dekabrda tug'ilgan.
Nechiga kirdilar? Nechiga kirdilar qizimiz? 13 yosh qiz ekanlar, katta qizga o'xshaysiz lekin. Xo'p, bu joningizni xavotir qilmaymiz. 13-dekabr kuni tug'ilgan qizimizni. Qarang, sizni bugun qancha odam tabriklayapti. Qarshi chalib Faqat yaqinlaringiz. Men Mahkumaxon degan otni birinchi marta eshityapman. Mahkumaxon, happy birthday to you. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. S dnyom rождения. Dunyodagi eng yaxshi niyatlarim sizga va mana shu mehmonlarni chiroyli olqish ham sizga. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtli qiz bo'ling, vaqti soati yetganda chiroyli go'shangalarga kelin bo'ling. Xudo xohlasa kelin salomingizni o'zim aytib beraman. Qabul qiling sovg'ani. Va Nur Techno Group kompaniyasi tomonidan tug'ilgan kuningiz uchun sizga ajoyib sovg'a, Smart TV televizori, chiroyli qarsak chalib qo'yasizlar. Bugun tug'ilgan kunlaringiz haqiqatdan. O'zbek telefoningiz. Bering, menga bering. Qani dugonalar yordam berib olasizlar. Sizlar yordam berib olasizlar qizimizga. Rahmat, salomat bo'ling. Muborak bo'lsin. Valixon. Hurmatli Meni ham yurtdoshlar. 21-kun tug'ilgan kunim. Aha. 21-kuni konsert uyushtirishimiz kerak. Yo'q, padarka berib yuborsangiz bo'ldi. Beramiz padarka. Esingizdan chiqib qolsa, qarang, butun Instagramga chiqib aytaman. 21-kuni beramiz, xudo xolasa. Pas deb chiqaman. Eshitdinglar a? Beramiz, xudo xolasa. 21-kuni sovg'alarni unpacking qilaman Instagramda va Valixondan nimadir kelmasa, mana podpischiklarim ko'radi, shu gapni yozib chiqaman. Valixon, pasportingiz yoningizdami, ko'rsatib qo'yasiz. ha, 21-dekabr hamma biladi. 26-yil ekani xolamizniki. Yo'q, meniki 21. Hurmatli yurtdoshlar, qadrli mehmonlar, shahrimiz mehmonlari, bugun Nur Techno Group kompaniyasi mana shunday ajoyib ehsonlar uyushtirib, mana shunday sizlarning kayfiyatingizni ko'taramiz deb siz sevgan ijodkorni taklif etib, men o'ylaymanki, siz uchun bir chiroyli konsert dasturini e'tiboringizga havola eta oldilar. Ko'pchilik xursand bo'lib ketdilar, ko'pchilik negadir boshqacha bo'lib ketyapti, lekin bugungi ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Tashriflaringiz, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Ayniqsa birovni xursandchiligiga sherik bo'lish bu juda ham katta xislat hisoblanadi. Bu haqida ko'p gapirganman. Birov uchun bugun sevinib qo'ying, ertaga sizga ham xuddi shunday omad kulib boqadi. Kelayotgan yangi yil ayyomi muborak bo'lsin. Boshlanayotgan yangi yil hammamizga omad, baxt va quvonch olib kelsin. Bu yil ulgurmay qolgan qanaqadir rejalarimiz, maqsadlarimiz bo'lsa, Xudo xohlasa 26-yilda hammamiz erishib yuraylik va mana shu Nur Techno Group kompaniyasiga ham omadlar yor bo'lsin deymiz. Kelasi yil ham chiroyli tadbirlarni bizga tashkil etishda bardavom bo'lishsin. Nur Techno Group kompaniyasiga yana bitta chiroyli olqishlaringizni atab qo'yasizlar. Mana shunday ajoyib konsert dasturini uyushtirgani uchun aziz yurtdoshlarimizga minnatdorlik izhor qilamiz. Yaqin soatlar ichida tashrif buyurib vaqtingizni ayamay biz bilan hamroh bo'lganingiz uchun sizlarga rahmat. Keyingi didor qadar salomat bo'linglar. Kamina boshlovchi Valijon Gavhar Ziyayeva bugun xudo xolasa siz bilan yuzma-yuz turganimizdan xursandmiz. Salomat bo'linglar. Balkon deyishim kerak ekan. Tongdan quyoshim bo'lib, salomat bo'linglar aziz yurtdoshlar. Tunlari oyim bo'lib kel, dardimga sherik, ohsdan qo'ygarimga shabnamga to'ydirmadir berilgan nazariga. Rahmat, mana shunday. Erkalay erkaginam kel, bag'rim to'ldirib, kel cho'rlab gaplashaylik, g'amlar unutib, sarob bo'lsin hasratlarim. Sana sevgin ko'rib, baxtimdan quvonib yurib. Sev meni hammadan ham ko'p, ko'ksimga boshing qo'yib, so'ng mayli jonim so'ra xo'p, keyin meni oshiqligim ko'p. Sev meni hammadan ham ko'p, ko'ksimga boshing qo'yib,